Bu retseptimizdan so'ng qaytib do'kondan cho'kopay olmasligingiz aniq. Idishimizga xona haroratida yumshatilgan sariyog', tuxum sarig'i hamda shakar solib, bir xil massa bo'lguncha mikserlab olamiz. Ozroq tuz solib, mikserlashda davom etamiz. Sut, qavartma, kakao hamda unimizni solib, bir xil massa bo'lguncha mikser qilib olamiz. Ishimiz yana ham oson bo'lishi uchun quyuqqina massani konditer qopchalariga solamiz. Duxovka listimizga bir xil massa qilib solib chiqamiz. Qizigan pechimizda 15 daqiqa pishirib olamiz. O'rjlarimiz pishguncha jelatinni yuvitib olamiz. Alohida idishga shakar, suv hamda glyukoza solib, past olovga gazga qo'yamiz. Jelatinimizni mikroto'lqinli pechda eritib olamiz. Glyukozali siropimizni yaxshilab mikserlab olamiz. Oz-ozdan jelatinli massalarimizni qo'yib, oppoq krem hosil bo'lguncha mikserlaymiz. Tayyor massamizni konditer qopchasiga solamiz. Pishib chiqqan korjlarimizni xuddi videoda ko'rsatilgandek kremlab olamiz. Eritib olingan shokoladga botirib, quritishga qo'yamiz. Eng mazali cho'kopaylarimiz tayyor.